Bahodir aka, yana bitta savol. Aritmiya bilan uzoq yillar davomida qiynalib yurgan odamlarga nima maslahat berasiz? Endi bitta narsasi bor, esdan chiqarmaslik kerak. Shunaqa aritmiyalar bo'ladi. Bu aritmiyalar bir umr kasalni bezovta qiladi. Ya'ni aritmolog ham, kardiolog ham, boshqa ham yordam bera olmaydi. Demak, shunaqa bir kaprizli aritmiyalar bor, bo'lmachilar fibrilyatsiyasi yoki boshqa bir ekstrasistoliyalar bor. Ya'ni bular soni juda ham kam, bularni kuydirib ham bo'lmaydi, dori bilan davolanib ham bo'lmaydi. Shu uchun mana shunaqa turdagi aritmiyasi bor bemorlarga asosan men achinaman. Achinish qanaqa tarzda? Ya'ni bu kasallarga biza yordamimiz kamroq tegadi. Boshqa guruh, ya'ni aritmiyasi bor kasallar, paroksizmal taxikardiya bo'ladimi yoki juda bir aktiv o'choqlari bor kasallar bo'ladimi? Bunaqa turdagi bemorlarga demak tavsiya boshqacha bo'ladi. Agarda demak siz bu narsa bilan ancha yildan beri qiynalib yurgan bo'lsangiz, birinchi sizga tavsiya beradigan narsa, demak aritmolog degan doktorning oldiga boring. Aritmolog sizni tekshirsin, ko'rsin. Agarda buni operatsiya yo'li orqali davolash imkoni bo'lsa, operatsiya qildirish kerak. Operatsiya yo'li bilan davolanib bo'lmaydigan aritmiya bo'lsa, deydi, dori yozib berishadi. Shunaqa holatlarni demak aniq aytish uchun, demak birinchi albatta ko'rikka kelish kerak. Birinchi qadam ko'rikdan boshlanadi. Keyin kasallikni to'liq o'rganganimizdan keyin sizga adekvat, to'g'ri javob berishimiz mumkin.